mehmonimiz, to'g'ri, biz mehmonimiz Registon o'quv markazida Javohir Mahkamov. IELTS bo'ladi deganda men birinchi savolim IELTS nima bo'lgan? Yani umuman ma'lumotim bo'lmagan. Farg'onada birinchi bo'lib IELTSdan 9 ball olgan inson sifatida bu natijaga erishish paytida qanday umuman his-tuyg'ularingizdan o'tdimi? Endi mashina berish marosimlaridan chiroyli o'tgan, aynan natijalarni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Chorsta eng katta, ya'ni impactful deydi, ta'sir katta bo'lgan journey menimcha aqsh kerak. Bolalarni mashina muddatda deb ko'p so'rasa, qanchalik ko'p so'rasa, uni shu balni olish ehtimoli shunchalik kam bo'ladi. I think the most important piece of advice could be. Assalomu alaykum azizlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugungi bizning mehmonimiz, to'g'ri, biz mehmonimiz Registon o'quv markazida Javohir Mahkamov. Assalomu alaykum. Javohir, qalaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Birinchi navbatda men sizga rahmat demoqchiman. Avvalambor bu intervyuga rozi bo'lganingiz uchun. Taklif uchun rahmat. Sog' bo'lasiz. Biz bir qancha savollar tayyorlab keldim. Agar qarshi bo'lmasangiz boshlasam. Bo'ldi. Xo'p, birinchi savolimiz endi doimgidek savol shundan iboratki, iltimos o'zingiz haqingizda ozgina qisqacha oilangiz haqida, misol uchun, o'zingiz haqingizda ozgina ma'lumot bersangiz va IELTS bilan tanishishingiz qachon boshlangan, qanday boshlangan? Xo'p, ismim to'liq Javohir Mahkamov, yoshim hozir 25 da. Salkam bir 10 yildan beri ingliz tili sohasidaman, ya'ni o'qituvchilik sohasida. Orada o'qishlarga chet ellarga borganman. Chet elga borgan paytda ham o'qitish ishlari davom etgan. Oilaviy jihatdan yaxshi o'g'il bo'lsam kerak. Akam bor. Yani oilada 5 kishimiz, juda katta oila emas. Yaqin orada, ya'ni bir yildan oshib qoldi. Oila qurganman, o'zimning oilam bor. Shu o'zimning kasbim yoqadi. Umuman olganda General English ham o'qitganman, lekin hozirda ko'proq IELTS ga fokus qilib, IELTS instruktorlik ko'proq qilaman. Shuning uchun orada hazillashib aytib qo'yaman. Hozirgi holatda kimdir mendan General English o'qitish kuchliroq bo'lishi mumkin. Chunki men anchadan beri General English o'qimadim, lekin IELTS instruktorlik bo'yicha o'sha taxminan 4-5 yildan beri faqat shu sohani ishlamayman. Bu sohaga qanday kirib kelgansiz? Xo'p, kirib kelishim aynan ingliz tili sohasiga bo'lsa, shunchaki qiziq bo'lgan, chunki 9-sinfligim paytida, u paytda maktabda 9-sinfgacha edi. 9-sinfda endi nimadir qilish kerak, nimadir o'qish kerak, kelajak haqida qayg'urish kerak degan o'y bilan yurib, bitta o'quv markaz reklamasini ko'rib qolib, uydagilarga aytganman. Uydagilar mayli deb olib borishgan. Test qilib ko'rishgandan keyin, endi maktabda sal asos, ya'ni baza bo'lgani uchun uncha qiynalmaganman va 3-4 oy grammatik o'qiganimdan keyin menga aytishgan, "Bo'ldi, siz o'sha grammatik o'qishingiz shart emas, IELTS bo'lsangiz bo'ladi" deganda men birinchi savolim IELTS nima bo'lgan? Ya'ni umuman ma'lumotim bo'lmagan. Keyin o'qitishgan rosa shunaqa IELTS qiyin bo'ladi, qiyin bo'ladi, lekin qarasam eplasa bo'lar ekan va IELTS ga tayyorlanish mobaynida orada shu o'quv markazini direktori yaqin akamiz bo'lgan va taklif qilgan, yosh bolalarga o'qitib ko'rasizmi deganda, sinab ko'rganman va qarasam yaxshi o'xshayapti va o'sha momentda qo'limdan eng yaxshi keladigan skill shu bo'lgan va shu orqali sal oilaga yordam beraman, ham work experience olgani shu sohada boshlaganman va undan keyin boshqa sohaga kirib ko'rmaganman. Chunki soha umuman olganda o'zimga yoqadi. Chunki o'zimni oldindan o'zi ingliz tilidan tashqari ham o'zimda qanaqadir bilim bo'lsa, shuni men foydali deb bilsam, qolganlar bilan ulashish yoqadi. Shuning uchun sohaga shu orqali kirib kelgan. Atmosfera sizga yoqqan. Atmosfera umuman bolalarga bilim berganda ularni ko'z chaqnab turishdan yoqadi umuman. Qoyil gap yo'q. Savolimiz endi ikkinchi savolimiz bu o'sha qiziq savol albatta. Farg'onada birinchi bo'lib IELTSdan 9 ball olgan inson sifatida bu natijaga erishish paytida qanday umuman his-tuyg'ularingizdan o'tdimi? Erishgan paytingizda qanaqa his-tuyg'ular o'tdi sizdan? Hop, ozgina background beraman. Ya'ni biz o'zimiz Registon markazida ishlab yurganimizda asta-sekinlik bilan 9 ga chiqib boramiz degan maqsad bor edi va ya'ni plan qanaqa edi? Topshirib ko'ring, bir yaqin kelsa yana topshiraveramiz degan maqsadda qilingan. Ha, bo'ldi deb o'sha bir taxminan yanvar oylarida, fevral oyiga registratsiya qilib qo'yganman. Va topshirib turib balim chiqqandan keyingi holat haqidaligi uchun shu haqida ko'proq fokus qilishga harakat qilaman. Qanday bo'lgan? Men apellyatsiya orqali olganman, ya'ni writingimni yaxshiroqligiga ishonganimcha apellyatsiyaga berganman. Retake emas, ana apellyatsiyaga berganman. Retake'ni 8 qo'ygandan keyin apellyatsiyaga berib turib 8,5 qilib olganman va apellyatsiyani soatga chiqib 9 da berganman. Va o'sha ishlarni bitirib uxlaganman-da, ertalab uyg'onsam results are ready email kelgan.
Va kirganimdan keyin o'sha band change deb 7:30 bo'ladi, uyqusirab yotibman. Turib ketganman, uyg'onib xursand bo'ldim, hammaga telefon qilib tanishlar shunaqa. Keyin ishxonadagilarga ham telefon qilganman, ishxonada qanaqa holat bo'lgan. Endi u Ramazon payti bo'lgan va ular ertaroq kelib ko'p miting qilishardi. O'sha miting ham buzilib ketgan ekan, to'qqiz olgan. O'rtanchilik bo'lib, keyin o'sha ertalab soat 9 da darsim bor edi. Kelganimda chiroyli qilib kutib olishgan, videolari bor, Instagramda ko'pchilik ko'rgan bo'lishi mumkin. Shunaqa, ya'ni xursandchilik qanaqadir kutilmagan holatdan bo'lgan, chunki ertalab sahar turib uyqusiragan holatda, ya'ni qanaqa emotsiya bildirishgan bilmay qolgan. Aynan o'sha video to'g'risida gapiringiz hozir, o'sha videodan ko'rib bu savolni men tuzdim. Bu natija ortidan siz o'sha Monza avtomobilini qo'lga kiritgansiz. O'sha lahzani eslab bersangiz, bir aytib bersangiz, qanaqa bo'lgan, nima o'tgan ichingizdan, baribir katta mehnat bo'lgan, shuni bir tasvirlab bersangiz bizga. Xo'p, bitta narsani aytib qo'yishim kerak. Aynan mashina berishni o'zi menga juda katta motivatsiya bo'lgan, tayyorgarlik bor. Chunki men u narsani kech bilganman. Nimaga? Ya'ni taxminan yanvarda registratsiya qilganman dedim, 15-yanvarda registratsiya qilganman, fevral 18 ga. Mashina yangiligini taxminan fevral 10-larda e'lon qilgan. Men oldinroq e'lon qilsalar, men yaxshiroq harakat qilardim. Chunki o'rtacha tayyorgarlik bor. Tayyorgarlik ham qanaqa? O'quvchilar bilan ko'p boshlaganman. Alohida qanaqadir juda ko'p farq sarflab tayyorlanmaganman. Keyin topshirganimdan keyin yarim ball yetmay qo'ygan 9 ga. Writing kamroq qo'ygan. Writing 8,5 bo'lgan, 9 bo'ladi. Ana undan keyin harakat qattiqroq bo'lgan. Chunki undan keyin real maqsad 9 olish bo'lgan va unda ham mashinani faktori sal neydi, turtga bergan bo'lishi mumkin. Ya'ni 2 haftacha tayyorlanganman, writingga qattiq, keyin topshirganman. Endi mashina berish marosimlaridan chiroyli o'tgan, aynan videolarni ko'rgan bo'lishlari mumkin. Chiroyli qilib, bu nimani ko'rsatadi? Bu baribir ozmi ko'pmi ishlayotgan ishxonam o'zini ishchilari va ular qilayotgan mehnatni sal emas, yaxshigina qadrlash haqida ko'rsatadi menimcha. Va bu keyingi topshiruvchilarga ham men juda katta motivatsiya, chunki hozirda ham bizda shunaqa nima bor, ya'ni butun Registon bo'yicha hali yana 4 ta mashina beriladi. 3 tasi qoldi debsan, bittasi yana Toshkentdan olishdi. Yana hozirda ishlayotganda ham 3 ta yana 9 chiqsa agar, unda ularga ham adashmasam 12 avtomobil beriladi. Qo'yib. Aynan Registon o'quv markazi bo'yicha savolim. Registon o'quv markazida o'qituvchi bo'lib ishlash tajribasi sizga nimalarni berdi? U yerda o'qituvchi sifatida asosiy maqsadingiz nima edi? Misol bilan ishlashingizdagi maqsad nima, qanaqa? O'zi ko'pchilik biladi, Registon o'quv markaziga qo'shilishimdan oldin o'zim kichkinaroq kontekstda ishlab yurardim va bundan umuman mamnun edim. Ya'ni o'zimga yetardi. Men o'shaning uchun juda katta pul haqida qabul qiladigan odam emasman. Ya'ni oddiy qilayotgan yetarli degan nuqtam bor. Va shunchaki bir kun g'oya kelib qolgan, shunaqa Registon ko'ryapman, rivojlanyapti o'sha paytda ancha bo'lsa ekan o'quv markazida va ular bilan hamkorlikda o'zi, ya'ni part time bo'lsa ham ozgina kattaroq, boshqacharoq kurs yaratib ko'raylikmi degan maqsad edi. Shuni gaplashib ko'rganimizdan keyin o'sha maqsadlar o'xshashligi ko'rganimizdan keyin ya'ni to'liqroq o'tishga kelishganmiz. Umuman olganda nima bergan menga o'qituvchi sifatida, shu aytganimdek kichkinaroq kontekstda ishlaganim uchun ko'p narsani men yengil informal tarzda, norasmiy tarzda qilib borardim. Registon menga ko'proq professionalroq kontekstda, ko'proq odam bilan ishlashni xastalarga o'rgatgan. Misol uchun, oddiy kichkinaroq kontekstdan misol berishim mumkin. Masalan, aytaylik, endi boshlayotgan o'qituvchilar grammatikani zo'r o'qitishi mumkin, lekin qaysidir grammatik terminlarni bilmasligi mumkin. O'quvchilar ham shunaqa tushuntiradi. Masalan, oddiy aytaylik, yordamchi fe'l deymizda, lekin unda masalan ingliz tilida auxiliary verb degani ko'pchilik bilmasligi mumkin. Shunday. Xuddi shunaqa kattaroq kontekstga olsak, masalan, o'qitish mobaynida aytaylik qanaqadir metodika ishlatishim mumkin edi, lekin men uni aynan shu metodikaligini, aynan shu narsa qaysidir boshqa metodikadan afzalroqligini, ya'ni samaradorligini bilmagan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda ko'p treninglar bo'lgan boshqa o'qituvchilar juda ham atmosfera kuchli, ulardan ham ancha-muncha o'rganganman ko'p narsani. O'zimni uslubimga juda katta sayqallashlarini olib borganman va bu narsa professional jihatdan o'sishimga yordam bergan. Ya'ni hozir mana 3 yildan beri deyarli ishlayapman. 3 yil oldingi Javohir teacher bilan hozirgi teacherning orasida ancha farq bor. Ya'ni ishlash davomida ancha o'sgansiz. Ha, o'sganman. Tushunarli. IELTSdan 9 ball olish oson emas. Buni hamma biladi. Tayyorgarlik jarayonida eng qiyin bo'lgan bosqich qaysi bo'lgan va siz qanday qilib buni bosib o'tdingiz? Xo'p,
O'sha aytgandek juda ko'p tayyorgarlik ko'rmaganman o'zi. Lekin bu degani tayyorgarlik ko'rmasdan olsa bo'ladi degani emas. Menda tayyorgarlik qanaqa bo'lgan? Shunchaki o'quvchilar bilan, ya'ni masalan, o'quvchilar bilan yaxshi analiz qilib, ana to'liq test qilmasa ham darslarni o'rganib, reading passage yoki ikkita listening section qilib analiz qilganda ham bu listening daraja ancha baland ushlab turiladi. Eng asosiy tayyorgarlik menimcha baribir writing speakingga ko'proq qilinadi, chunki bu skilllarga baholanish subyektivroq hisoblanadi va bu bir qancha boshqa tashqi omillarga ham bog'liq bo'lib qolishi mumkin. Aynan 9 ga harakat qilayotgan odamda menimcha eng katta to'siq bo'lishi mumkin. Fikrimcha bu oddiy qiladigan sinib qolmaslik, ya'ni misol uchun bitta attempt olish baribir qiyin bo'lishi mumkin. Chunki ko'pchilik masalan o'rtachada average olib olsak, masalan 5 ta, 6 ta topshirishni olsa kerak. Masalan, aynan shu 9 ga harakat qilayotgan odam. O'zimda ham misol uchun hamkasblarim bor, potensiali juda ham yuqori, lekin orada nimadir o'xshamay qoladi. Misol uchun bilamiz, masalan, o'rtacha ssenariyga 2 ta 9, 2 ta 8 olish kerak yoki 3 ta 9, 2 ta 8 olish kerak. Qaysi holatda oddiy konsentratsiya muammosi tufayli listening 8.5 chiqib qoladi. Qaysidir tashqi omil bosh og'riq bo'ladi, nimadir bo'lib qoladida, ya'ni kutilmagan savol tushib qoladi. O'zimda ham misol uchun yaqin orada bir topshirgan edim. Kutilmagan mavzu tushib qolgan writingda va qiynalganman. Hech qachon ko'rmagan mavzu tushib qolishi ham mumkin. Shunaqa tashqi omillarni hisobga olsak, shu mobaynida sinib qolmasdan yana keyingi attemptga harakat qilishni bila olish menimcha eng katta skill bo'lsa kerak. Yana to'g'ri harakat qilish. Ko'pchilik masalan ko'ngil qolib ketishi mumkin. Ikkita topshirgandan keyin yana o'xshamay qolsa, menga bo'lmasa-chi yoki kerak bo'lsa-chi degan narsa bo'lishi mumkin. Endi kerak emasligi boshqa masala, lekin aynan 9 olmoqchi bo'layotgan bo'lsa, aynan shu kecha, o'zingiz perseverance, ya'ni oxirigacha chidab harakat qilish agar maqsad shu bo'lsa, shu narsa menimcha eng katta qiyin narsa. Yengilmaslik demoqchisiz. Yengilmaslik. Chunki baribir xohlaymiz olamizda 8 dan yuqoriladikmi, shu aytgandek tashqi omillar to'g'riroq o'ynashni boshlaydi. Savollar tayyorlash davomida men Instagramingizga yana bir bor qarab chiqdim. O'zi eskidan tanishmiz. Baribir shu narsaga men misolga guvoh bo'ldimki, bir qancha davlatlarga borgan ekansiz. Ularni ko'rdim. Men til o'rganish orqali bir nechta davlatlarga safar qilgan ekansiz va qaysi safar hayotingizda eng katta o'sha ta'sir ko'rsatdi va nima sababdan? Qaysi biri eng katta ta'sir ko'rsatgan sizga? Xo'p, asla shuncha qiyin bo'lmasa kerak. O'zi juda ko'p davlatda ham bo'lmaganman. Asosiysi o'qish Janubiy Koreyaga borganman. O'qishni 1 yil vaqt berib sarflaganman va bu yerga kelganda boshqa universitetni sinab ko'rganimda internship orqali Sharqiy Yevropa mamlakatlariga borganman. Latviya, Litvaniya, Litva, o'zbek tilida deyman. Va AQShga borganman. Summer schoolga borganman, yozgi maktabga. Menimcha AQShniki eng kattaroq ta'sir o'tkazgan. AQSh bo'lgani uchun emas, shunchaki mana inson sifatida qarashlarimni o'zgartirgan journey bo'lgan desam bo'ladi. Chunki Janubiy Koreyaga borganimda shunchaki men 18 yosh bola bo'lganman. Endi bu paytda juda katta transformatsiya bo'lishi qiyin edi, ya'ni o'ylashda, fikrlashda, nimagadir qarashda. Men to'g'ri birinchi marta culture shock shu joyda bo'lgan, lekin baribir AQShda cho'pi, ya'ni unga bo'lgan sayohatim nimani o'zgartirgan. Menda oldinda qanaqadir AQSh haqida oldindan ega bo'lgan fikrlarim bo'lgan. Misol uchun aytaylik, umuman olganda mendan kimdir AQShda yashasizmi deganda yo'q, yashamagan bo'lardim, chunki o'ta ham hayot tarzi tez, shovqinli, menga nisbatan tinchroq atmosfera yoqadi degan bo'lardi, lekin borib ko'rganimdan keyin biz endi kichkinaroq shaharga borganmiz, Indiana shtatida Mansi degan shahar bor. Va shunga borganimdan keyin bu haqida fikrim o'zgargan, ya'ni u ham juda shovqinli emas, ya'ni odamlar bir tekisda, ya'ni o'ta nima deydi, masalan Toshkentga borsam shu atmosferani sezaman, odamlar har doim haqida shoshiladi. Shu narsa atmosferani ko'rmaganman, ya'ni shu jihatdan pozitiv ma'noda fikrim o'zgargan ozgina AQSh haqida va umuman olganda AQSh madaniyati haqida ko'p o'rganganmiz, ya'ni bitta katta topilma bo'lgan. Masalan, biz yaxshi ko'ramiz o'zbeklar, misol uchun mehmondo'st millat degan narsani. Rostdan ham mehmondo'stmiz, lekin xuddiki biz yoshligimizda shunaqa tasavvur tashkillanib qolgan, ya'ni o'zbeklar eng mehmondo'st. Lekin borsam men shunaqa odamlarni ko'raman, Amerikaga borasiz bizdan ham mehmondo'stroq. Masalan, AQShlik desiz, mehmondo'st degan so'z bilan assotsiatsiya bo'lmasligi mumkin. Lekin men buni ko'rgandan keyin juda hayron qoldim va bu narsani fikrim o'zgartirdi. Umuman olganda
dunyoga bo'lgan qarash, ularga qilgan qarash, fikrlarni o'zgartirish borasida eng katta, ya'ni impactful deydi, ta'sir katta bo'lgan journey menimcha AQSh kerak. Kutilmagan taassurotlarga ega. Taassurotlar, fikrlarim o'zgargan ancha. Tushunarli. Endi bu savol sizga juda yoqimli savol bo'ladi, chunki xabarimiz bor, yaqinda ota bo'lgansiz. Birinchi navbatda tabriklaymiz. Farzandli bo'lish hayotingizga va ish faoliyatingizga qanday o'zgarishlarni olib keldi? O'zgarish bo'lishi aniq, shu haqida gapirsangiz. O'zgarish bo'ladi. Endi qanaqa jihatdan? Misol uchun oila bor, endi oila kattaroq, uni misol uchun yaxshiroq ta'minlash kerak degan jihatdan juda katta o'zgarish bo'ldi deya olmayman, chunki oldindan baribir shunaqa katta mas'uliyat sezib kelganman. Eng katta o'zgarish bu amaliyroq deganda qanaqa? Misol uchun baribir nimani tushunib yetdim? Birinchi o'rinda bu ham misol uchun xuddi AQShni misoli kabi bitta narsani fikrimni o'zgartirgan narsa. Misol uchun hozirgi holatda kimdir mendan kelib turib, shu 2025-yilda eng katta olgan insentiv nima bo'lsa, men aytdimki, bola ko'rish uchun juda katta tayyorgarlik ko'rish kerak ekan. Ya'ni moliyaviy jihatdan emas, men bu mental jihatdan aytyapman. Tayyorgarlik ko'rish kerak ekan. Bu joyda birinchidan masalan partnyor ham, ya'ni umr yo'ldosh ham, misol uchun uni ko'rish kerak, chunki u butun vaqtini shu bolaga sarflaydigan bo'ladi, 24/7 ishi shu bo'lib qoladi. Unga siz yordam berish jihatidan, shunga tayyorgarligingizga uni ta'siri bor, kechqurun uxlamaslik degan narsalar bor. Amaliy jihatdan shunday narsa. Birinchi 6 oy eng turbulent deydi, hayotik tartibsizroq muddat bo'ladi. Bu yerda ko'p boshqa narsalar, hobbilardan, boshqa masalan, ko'chaga chiqishlardan, shundan voz kechishga majbur bo'lasiz. Ya'ni ota sifatidagi, masalan, responsible, mas'uliyatli umr yo'ldosh sifatida yordam berish uchun nima qilish kerak. Va shu jihatdan, ya'ni bola ko'rish bu shunchaki misol uchun bo'lish kerak bo'lgan narsa sifatida emas, realni tayyorgarlik ko'rish kerak. Agar bola yaxshi boshidan chiroyli atmosferada katta bo'lishini xohlashsa, shunchaki masalan oila qurdi, bo'ldi, nariga farzand bo'lish kerak degan narsadan ko'ra sal bo'lsa ham tayyorgarlik bilan qilgan yaxshiroq. Yana qaytarib o'taman, bu faqatgina moliyaviy emas. Haqiqatda gapingizga qo'shilaman albatta. Xo'p, keyingi savolimiz sizningcha ko'pchilik IELTS imtihonida nima sababli yuqori ball ola olmaydi? Sizning fikringiz, eng ko'p uchraydigan xatolar qaysilar? Xo'p, uzunroq bo'lsa ham bo'ladi javob, chunki bu eng asosiy savollardan menimcha. Xo'p, umumiy shu paytga ishlagan o'quvchilarim bilan o'rtacha common mistakeslarni sanab chiqadigan bo'lsak, eng ko'p uchragan xatolarni ko'plar uchrasa, birinchi o'zim jihatimdan, ya'ni point of view deydi, o'zim tarafdan gapirib beraman. Misol uchun aytaylik, o'quvchilar grammatikani bitirib chiqyapti intermediatni. Men o'zim duch keladigan 3 ta katta to'siq bor, ularni kattalarga olib chiqishdan. Birinchidan, men qiynalaman grammatika to'liq tugatilmagan bo'lsa, ya'ni ko'pchilikda shunaqa tendensiya bor, ya'ni pre-intermediate tugatadi, biladi, intermediate tugatib sразу ASK o'tishadi ko'pinchasi va shu tezroq ASK o'tish xohishi kuchliroq bo'ladida, intermediateni sifati tushib ketib qoladi, shoshiladi, ko'p-ko'rona qiladi, ya'ni sifatli bajarmaydi. Shu daraja sifatli bosib o'tilmaydi. Undan tashqari yana hamma joyda har xil o'qituvchi bor, ko'pchilik o'qituvchi intermediatni ham sifatli o'ta olmasligi mumkin. Har xil, endi bu joyga bog'liq. Ham, ya'ni bu o'qituvchi tarafidan yetarlicha yetkazib bermasligi mumkin va o'quvchining o'zini munosabati yomonligi jihatdan grammatika, ya'ni kamchiliklardan chiqadi. Men ideal holatda o'zi IELTS dasturi oson, 3 oyda ham hamma yo'lda o'rgatib qo'ysa bo'ladi, lekin aynan shu grammatika juda katta to'siq, ya'ni ham grammatikani to'g'rilab, ham IELTS dasturini olib ketish va ikkinchi to'siq nima bo'ladi? Bu intizom. Ya'ni umumlashtirish qiyin, lekin 60-70% o'zimning tajribamda o'quvchilarni intizomi juda ham past. Juda past. Orada hayron qolaman, juda ko'p motivatsiya berib orada tushuntirsam ham to'liq sifatli bajarib kela olmaydi. Masalan, men shu qanaqa odamlarga hurmat qilaman, har qanday ish qilmasin, 100% sifat o'zini berib, 100% sifatli qilsa. Endi unda boshqa faktorlar ham bor, ya'ni ko'pincha bolalar hozir 3 ta fanlar o'qishadi, IELTS o'qishadi, tarix, matematika o'qishadi. Men aytaman, bitta paytda maksimum 2 ta fan o'qisalar ham bo'ladi, xolos. Energiyalar shunga yetadi. Bittasini, ya'ni sacrifice qilishga majbursizlar. Ya'ni xolasalar, men IELTSni o'qiylarman, xolasalar IELTS sacrifice qilib narigini o'qiylar, lekin bir paytda 3 ta o'qisalaring, kamdan kam holatda 6 dan balandroq ball chiqadi deb tushuntiraman bolalarga. Ya'ni intizom masalasi, grammatika, intizom va uchinchisi
Uchinchisi nima edi? Uchinchisi dunyoqarash. Dunyoqarash hammada har xil bo'ladi. Bilasiz, IELTSda har xil murakkab mavzular bo'lishi mumkin va bunda qiynaladi. Bunda ham misol uchun kimdir climate change haqida yoki masalan oddiy soliq tizimi qanaqa ishlashi haqida ma'lumotga ega bo'lmasa, uni tushuntirib ketish sizni qo'shimcha vazifangiz bo'ladi va odatda biz kelganlarga 4-5 oy IELTS standart bo'lsin 4-5 oy deydigan bo'lsak, o'z-o'zidan qo'shimcha 2-3 oy qo'shib yuboradi preparationga va keyin kelib ota-onalar nima deydi, shikoyat qilishlari mumkin. Biz tushuntiramiz, shunaqa to'siqlar bor. Agar bo'lmaganda, masalan, bor tezda 4-5 oydan natija qilayotgan bo'lmayotgan, masalan, agar rostdan ham muammo bo'layotgan bo'lsa, inson bahida ota-onalarga ham aloqaga chiqamiz. Shunaqa bo'lyapti. O'zingizdan gaplashib ko'ring, biz gaplashib ko'rdik, biz qo'limizdan kelganini qildik. Siz gaplashib ko'ring, agar shunaqa davom etadigan bo'lsa, chiqarib olishga majbur bo'lamiz. Degan holatlarimiz bo'ladi. Ya'ni eng katta xatolar demak grammatikaga shoshilmaslik kerak, jarayon o'rganishni yaxshi o'qitish, intizomni shakllantirish, endi bu qiyinroq masala, lekin sekin-sekin masalan oddiy qilib aytaman, aytgan gapga javob berishni o'rganish kerak. Ya'ni bu faqatgina masalan bizda assotsiatsiya qilingan erkaklarda bo'lishi kerak narsa emas, bu butun odamlarda bo'lishi kerak bo'lgan narsa. Albatta. Gapiga javob beriladigan odam bo'lsa, intizomi yaxshi bo'lishni boshlash kerak. Va dunyoqarashni sekin-sekin o'rgatib, faqatgina IELTS qilib shu emasdan, masalan, o'rganayotgan narsasini chindan o'rganib ko'rish, masalan, climate change haqida o'qiyaptimi? Prosta savollarni bajarib olish uchun emas, shunchaki o'zi ham tushunib ko'rsa, nima bu, nima olib boradi bu narsaga, uni oqibatlari qanaqa, nimaga odamlar bundan qo'rqadi, oqibatlardan degan narsalarni to'liq tushunish uchun o'rgansa yaxshiroq bo'ladi. Endi yana bitta qo'shimcha bonus xatoni aytgan bo'lardim, bu natija haqida ko'p o'ylash. Ko'pchilik shu fokus qiladi ana natijaga. Odatda bitta kichkina qonuniyat yaratib berganman, agar o'quvchi kelib sizdan qanchalik ko'p shu ball olamanmi, mana shu muddatda deb ko'p so'rasa, qanchalik ko'p so'rasa, uni shu ballni olish ehtimoli shunchalik emas bo'ladi. Ya'ni chunki u shunchalik natija haqida anxiety bor, ya'ni qo'rqish bor, shu haqida ko'p o'ylash bor. O'ylash mobaynida kerakli bo'lgan mayda-chuyda ishlarni qilmaydi. O'sha natijaga fokus qilmasdan shunchaki kerakli bo'lgan o'qituvchi aytayotgan kerakli mana shu ishlarni qilish kerak degan narsalarni qilib borsa, bu natija bo'ladi. Bu xuddi bunaqaga o'xshaydi. Ya'ni aytaylik, essay tekshirganda ham o'sha bolalar ballga qiziqishadi. Ballga qiziqganda xatolarni ko'rib chiqib, xatoni ustida ishlaydilar, ball o'zgaradi. Ya'ni ball muhim emas, chunki ball baribir subyektiv, xatoni o'ziga fokus qiladilar, ball o'zi yana o'zgaradi. Ya'ni o'zi masalan boshqa joylarda ham shunaqaki, masalan aytaylik, suvga qarab qaynamaydi-ku. Nimagadir e'tibor bermasangiz, keyin o'sha narsa qilishni bo'lishni boshlaydi. Masalan, men ham mashinaga fokus qilib topshirmaganman-da. Asosiy fokus boshqa narsa. Asosiy fokus shunchaki shu narsa maqsad qiladim, to'g'ri olish kerak va shu orqali ingliz tilida by product degan narsa bor. Ya'ni asosiy maqsad bo'lmasdi, lekin ikkilamchi natija sifatida bo'lib qoldi. Masalan, siz yoqtirgan ishingizni qilasiz, ikkilamchi natijasi pul ko'proq kelishi mumkin. Alloh beradi. Endi yana bir savolimizni ingliz tilida qilsak, baribir tomosha qilayotganlarga qiziq bo'lishi mumkin. Keyingi savolimiz, if you had to give just one most important piece of advice to young people who are currently preparing for IELTS exam, what would it be? I think the most important piece of advice could be basically we have two types of people or learners, let's say. One of them is called one of the types is called generalists and specialists. A lot of people today want to be specialists. Like specialists, I mean, like if you go to certain private schools, they focus on what maths, English, and IT probably. But I think this approach is wrong. Yes, they can become specialists in certain fields, but I think if you want to be a great, expert in certain thing, you have to be good at many different things as well. So generalists are basically those who are good at many different things. For example, if I have a good knowledge of biology, history, and art and stuff, I think I am a better expert. Why? For example, let's compare one person who learned English and his English is like almost perfect, but he studied only English. And let's say he wants to be a teacher in English, and let's say there's me, mine is not perfect, let's say level, let's say it's like around 7.58, but I'm good at different things. Like let's say I play video games,
I'm good at art, I know different cultures, so I can find common language with others more easily, because if someone can, I don't know, from my students someone can play Call of Duty and I play Call of Duty, for example, or let's say someone watches anime and I have some knowledge about anime, so I connect with them easily. So that makes me a better teacher, basically. Sure. So that's why in terms of any expertise, I think if they choose to be generalists, like learn different subjects, not just narrow down it to one or two, I think overall in the long-term future, they're going to be better experts. Cool, thank you. Okay, keyingi savol. Okay. Savolimiz, men Instagramda ko'p ko'raman-da, chiqib turadi menga rekomendatsiyaga. Hali bir qahramoningiz bor ekan, Jack Dagal degan. Jack Dagal bor. Qattiq qo'l obrazda o'sha videolar chiqarar ekansiz. Bu obraz qayerdan kelib chiqqan va u orqali siz qanday xabarni yetkazmoqchisiz insonlarga? Xo'p, bu haligi alter ego desa ham bo'ladi, odamning ichidagi boshqa varianti. Bu nimadan ilhomlangan? Oddiy 20-yillar Coviddan keyingi, karantin paytlaridan keyingi paytda bilsangiz, baribir bizda Vinerlar juda ham mashhur bo'lishgan. Shulardan masalan Timur Alixonov qo'ygan. Bu o'zi Timur Alixonovning ichida shunaqa obrazi bo'lgan. Uniki Timur Surovov deb nomlangan. Ya'ni u yoshlarga qanaqadir praktik maslahatlarni shunaqa qattiq-qo'l, derskiroq formatda beriladi. Mana endi shunchaki endi Surovning o'zbekchaga soldim. Qattiq-qo'l, dagal degan so'zni eskiroq o'zbek tilidan olganman-da, qo'shganman. Endi bundan maqsad asosiy baribir masalan o'zingizdan bilasiz, masalan YouTube'ga kontent qilasiz, Instagramga ham qanaqadir o'tirib, seriyoz o'tirib, gapirib qanaqadir zo'r tilla yetak maslahat berishdan o'zimizni jargonda aytganda yemasligi mumkin. Ya'ni yaxshi ko'pchilikga yetib bormasligi mumkin. Bu joyda shunchaki o'sha Gen Z'ni, ya'ni aynan 2005-kundan yoshlarni o'zini tilida o'zlariga gapirib ko'rish niyat bo'lgan, ya'ni qanchalik ta'sir qilar ekan bu eksperiment. Ya'ni asosiy maqsad shu bo'lgan. Undan tashqari masalan o'zimda shunchaki yoshlikdan qanaqadir ozgina aktingga qiziqish bo'lgan, qanaqa aktingga, ya'ni misol uchun yoshligimda ko'p chizish yoqardi menga va 4-5 yoshimda ko'p chizardim, qarab chizardim, bo'yardim. Shu narsa menga men uchun juda katta skillni ochib bergan. Bu keyinchalik keyinlarga ham maslahat bergan bo'lardim. Yosh ukalari bo'lsa yoki farzandlari bo'lsa, qanaqadir art sohasiga berish, ya'ni chizishni uchun art berish, keyingi hayotda, ya'ni kattaroq bo'lganda nimadir o'rganishga yaxshiroq foyda beradi. Buni ko'p ko'rgan, masalan, shaxmat o'ynaganlar ancha yaxshiroq logikasi bo'lgani uchun tezroq o'rganadi. Osonlashtiradi. Manda grammatika qanday yordam bergan, rasm chizish misol uchun kopiya qilish qobiliyatim kuchaygan. Misol uchun qaysidir gapni ko'rsam, uni mantig'ini tushunib olish, xuddi shunga o'xshash qanaqadir yangi gap tuzish menda osonroq keladi. Chunki aktingga qanday aloqasi bor, ya'ni biror narsani ko'rsam yoki ashulamasan, xuddi shunaqa tonda, xuddi shunaqa manierada chiqarib berish osonroq kechadi. Shuni sinab ko'rmoqchi bo'lganman. Ikkilamchi maqsad shunaqa bo'lgan. Va qaysi ma'noda ya'ni yoqqan ko'pchilik so'raydi. Ya'ni qanchalik ular uchun shunchaki entertainment, qanchalik knowledge bilmadim, lekin orada ana shu IELTS ingliz tiliga eng muhimroq, ya'ni saytlarda bo'ladi, FAQ, ya'ni frequently asked questionlardan olganman. Hozir ham orada misol uchun so'rab turishadi, shunaqa endi qilaveraman. Hozir lekin srazu u nimaga yo'lga kirib ketishim qiyin, chunki yoshligimda yoshroq bo'lib, ya'ni bemalol hozir sal og'ir bosarroq bo'lganim uchun u rolga kirib ketishim qiyin, lekin agar o'tirib ssenariy yozadigan bo'lsam, eplasa bo'lsa kerak. Ya'ni maqsad shunchaki yosh avlod tilida ularga qiziqarli bo'lgan formatda qanaqadir foydali ma'lumotni yetkazib berish. Tushunarli. Demak, odamlar ko'pchiligiga yoqadi bu kontentingiz. Ko'pchilikka, hammaga deya olmayman, baribir 80% kontingentga yoqsa kerak. Tushunarli. Oxirgi savolimiz, kelajak uchun rejalaringiz qanaqa? Endi albatta kelajakda nima bo'ladi biz bilmaymiz, lekin baribir biz plan qilamiz. O'zingiz misol uchun bir necha yildan keyin qayerda va qanday holatda ko'rasiz? Xo'p, o'zi umuman olganda juda katta muddatga reja qo'yish yoqmaydi. Men ko'proq hayotda spontaneous degan narsada hayot sizga sodir bo'lishi menga ko'proq yoqadi, lekin baribir qanaqadir ma'noda rejalar qilamiz, shunga harakat qilamiz. Men ko'p narsa sinab ko'rganman. Shu paytgacha 3-4 universitetda o'qiganman. Hozir ham o'qiyman. Ya'ni ozgina qoldi, tugadi. Ya'ni eksperiment qilishdan qo'rqmaydigan odamman. Ya'ni misol uchun Koreyada 1 yil o'qigandan keyin shunchaki o'qish yoqmaganligi sababli grantim bo'lsa ham tashlab kelganman.
Ya'ni business administration o'qiganman-da, uncha yoqmagan, ya'ni sohani o'zi. Unga o'zgartirish mo'l bo'lmagan. Undan keyin keldimda, shu aytdim, Sharqiy Yevropa mamlakatlariga borganman. Toshku qaysi universitetdan? Men o'zimizda ochilgan ITP universiteti bor edi, ya'ni IT bo'yicha, IT Park bilan birgalikda ochilgan onlayn universitet. O'zim IT-da sinab ko'raman deganman. Nimaga? Chunki o'zim akam IT sohasida ishlaydi, programmist, ya'ni yaxshi daromad topadi. O'ylagandim, ya'ni IT agar men qo'limdan kelsa va ingliz tilini ham qo'shganda ko'proq ma'lum, ya'ni opportunity, imkoniyatga ega bo'lishim mumkin deb sinab ko'rdim. Unda ham 1 yil o'qidimda, uni ham o'zgartirishga qaror qildim, chunki umuman olganda coding men uchun emas ekan. Ya'ni qanaqadir eplash ma'nosida emas, shunchaki menga ko'proq o'zim dinamikroq, ya'ni harakatda bo'lishni yaxshi ko'rganim uchun o'tirib bitta joyda ish qila olmasligimga anglab yetdim. Shuning uchun o'zgartirib, hozir oxiri qiziqishlarim o'rtasidan o'zi iqtisod, ekonomika, sotsiologiya, psixologiya shu o'rtasida bitta soha topgan. O'zim soham hozir universitetda ekonomika, iqtisod va uni hozir keyinchalik maqsad hozircha teaching davom etadi albatta, keyinchalik ham davom etishi mumkin va o'zini butunlay o'qitish sohasiga bag'ishlab bo'lganman va keyinchalik nima qilishim mumkin? Magistratura qilish niyat bor. Magistraturada ham behavioral economics degan soha bor. Bu sotsiologiya bilan ekonomikani qorishmasi desa ham bo'ladi. Chunki ekonomiya iqtisodni o'rgansa, sotsiologiya bu jamiyatni, ya'ni psixologiya oddiy odamning psixologiyasi, sotsiologiya jamiyatning psixologiyasi. Ya'ni sotsiologiya bilan ekonomikani qo'shadigan bo'lsak, bu ya'ni odamlarni har xil iqtisodiy qarorlarini anglashgan jamiyat darajasida. Shu bo'yicha magistratura qilib, shu bo'yicha ozgina research qilish niyat bor va oxiri shu 10 yilning ichida keyingi PhD ham qilaman degan niyat bilan, umuman keyinchalik professor bo'lish niyat bor. Va bilsa, bunda ingliz tilini ham davom ettirishim mumkin. Misol uchun yaqinda xohlasa CELTA o'qish niyatim bor. CELTA o'qisam, misol keyinchalik masalan o'zimizda ham o'qigan universitetlarda professorlar bo'lardi, o'zini sohasini ham o'tadi. Va qo'shimchasiga qanaqadir specific type of English o'tishi mumkin, masalan business English, boshqacha English o'tishi mumkin. Umuman olganda o'qitish niyat bor, keyinchalik faqat universitetda. Yani o'zimga o'qitish yoqqani uchun universitetda ishlash asosiy orzu hozir va shu bilan bir paytda tadqiqot olib borish o'zim sohamda. Inshaalloh. Ya sizga ayting, katta rahmat. Javoblar juda ham chiroyli bo'ldi. Menimcha suhbatimiz ham yaxshi bo'ldi. Ko'rib turgan bo'lsalaring, kommentariy qoldiramiz. Menimcha ko'pchilik sizni taniydi va bu videoni ko'pchilik ko'radi degan umidamiz. Katta rahmat. Savollar uchun. Podpiska qilamiz.